Og'izda eriydigan bulochkalar deb mana shuni aytsa bo'ladi. Yumshoq, juda ham mazali cheescake va trushkalar. Demak, oshirma xamir uchun idishga iliq 200 gram qatiq, 1 dona tuxum, 3-4 osh qoshiq shakar, choy qoshiq uchida tuz, 1 choy qoshiq vanilin shakari va 1,5 choy qoshiq quruq dro'jja solib, hammasini aralashtiramiz. Ushbu massaga oliy navli sifatli turon unidan qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Orada 50 gram yumshoq mazali sariyog'i ham qo'shib xamir qorishda davom etamiz. Tayyor xamir juda ham yumshoq, qo'lga yopishmas bo'lishi lozim. Bu xamir uchun menda umumiy hisobda 340 gram un yetarli bo'ldi. Xamirni usti yopiq holda 1-1,5 soat oshirgani issiqroq joyda qoldiramiz. Do'mboqqina bo'lib boshib olgan xamirdan endi bir xil 10 ta zuvalachalar yasab, pishiriq qog'oz solingan listga orasini ochib taxlab chiqamiz. Zuvalachalarni ustini yopgan holda yana 15 daqiqa oshirgan qoldirishimiz kerak. Bu orada cheescake massasini tayyorlab olishimiz mumkin. Buning uchun bizga sifatli krem cheese kerak bo'ladi. Men doimgidek qalliq krem cheesedan foydalanaman. 150 gram krem cheesega 3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari, 50 gram qaymoq va 1 dona tuxum qo'shib, massani quymoqlarini qoldirmasdan yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan cheescake massasini konditer qopchiga solib, ishlatishimizga ancha qulay va oson bo'ladi. Shtrezeli uchun 20 gram sariyog'ga 30 gram shakar va 30 gram un qo'shib, hammasini rivoj holatiga keltiramiz. Endi zuvalachalarning o'rtasini yog'langan kichkina stakan yoki qo'l bilan ochib, mana shunaqa chuqurchalar hosil qilamiz. Bulochkalarning chetiga tuxum surib, o'rtasiga cheescake massasini to'ldirib chiqamiz. Ustiga xohishga ko'ra kraxmalar aralashtirilgan rezavor mevalar va tayyorlab olgan shtrezelimizni sepib bezatamiz. Bulochkalar oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada chetlari chiroyli qizargunicha 25 daqiqa atrofida pishiriladi. Mana juda ham mazali bulochkalarimiz tayyor. Momiqqina ichidagi cheesecake'lari bilan og'izda eriydigan, takrorlanmas ta'mli bulochkalar bo'lib chiqadi. Albatta, retseptni o'zingizga saqlangiz qilib tayyorlab ko'ringlar. Barchalarga tavsiya qilaman. Dasturxoningiz fayzli, pishirgan pishiriq va taomlaringiz doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.